Assalomu alaykum hammaga. Biza sizlarga manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bunda xudo xolosa bir qat yo'limiz Xivaga ketdi. Xiva Arda Xivaning yonina. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ekranda videolarga like bosib, podpiska bosib qo'ysangizlar, inshaalloh meni qat yo'l olsangizlar, dastlabkasi bilan 1 yil kafolati bilan hamma vaji ichindagini ishlatib jo'natib beraveramiz. Manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Xorazm viloyati Shovot tumanida joylashgan. Bizda bu tarafdan kelsangizlar, Qoraqalpog'istondan kelsangizlar bo'ladi, Urganchdan, Gullandan, Sharq tarafidan kelsangizlar bo'ladi. Bizani bu tarafimizdan kelsangizlar, Maqtonqulidan, O'zbekistondan, Turkman Tamoshnidan kelsangizlar bo'ladi. Bu tarafdan kelsangizlar bizda Yangiariqdan, Xivadan, Qo'shko'pirdan kelsangizlar bo'ladi. Bizani asosiy ishimiz gazlashtirilma hududlarni ko'mirli qotillar bilan ta'minlash. Bizda har xil turdagi ko'mir qotillar bor, zamonaviy batareyalarimiz bor. Kimga shuningdek batareyalik xizmatlari, otopleniyalik xizmatlari kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Har bir bergan vajimizga 1 yilgacha kafolatini beramiz. Bize narushina bize taraflama bo'lsa, bartaraf etib berishi, o'zi 1 yillik kafolatimiz bor. Batareyalarni pullarni kelib o'tadigan bo'lsak, 47 ming so'mdan boshlanadi, to 95 ming so'mgacha batareyalarimiz bor. Bizda har xil turdagi xohlasangizlar panelni batareya ham bor, alyumin batareya ham bor, duralumin ham bor, biometal ham bor. Panelni batareyalarimiz ham bor. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sağ olunlar, selamet olunlar.